Assalomu alaykum do'stlar. Bizga oq tapchikadan kelib turdi, chuqurdan mana shundan ko'p tashaganman. Hozir 4-xildan ham ketdi mana. Tepasida guli boshqacha. 14,000 so'm qilib beryapti. Oldin sotib turganlarimiz bunaqa gullik. Yana bunaqa boshqachasi qaniydi. Mana bundan sotildi. Shu 3 xil bor edi xullas shu oqdan 4-xili ham qo'shilibdi do'stlar. Ko'rmay qolgan ekanmiz biz. Shulardan bor, mana bu yerga bosib qo'yganmiz, ancha bor bundan. 14,000 so'mdan. Tapchikalar seroq. Bag'da uyda turibdi. Juda seroq. Klientlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 10,000 so'm, 7,000 so'mlik tapchikalarimiz. Hop, yetgancha. Mana bu arqon tapchikamiz bu. 31dan 35 gacha. Shuni olib qo'ylar 7,000 qilib beryapti. 30 pachka qo'ygan xolos. 2 yilga ostatga tovar bu. Bu yil chiqqani yo'q. Chiqsa ham eng kami 15,000 chiqadi. Chunki seriosi oshib ketib qoplamayadi işte.